8-mart bugun yakshanba kunga to'g'ri kelibdi. Qanaqadir noyob hodisa, chunki men gideta 68 yil maktabda o'qigan bo'lsam, bir marta yakshanba kunga to'g'ri kelmaganman. Men bitirib ketib, uje yakshanbaga to'g'ri keladi. Har safar deta chorshanba, payshanba, shu juma betdan keyinlarga to'g'ri keladi. 14-yanvar bo'lsa, kalendar o'ylab topilganidan beri yakshanba kunga to'g'ri keladi. Menimcha taqdir meni bu yil uylanadi deb o'ylagan. 8-mart uyda dam oladi yakshanba kuni. Sovg'a berishga majbur bo'ladi deb o'ylagan. Yo'q. Taqdirda plani jichcha o'xshamay qoldi. Men kech qolib ketib qoldim. Xuddi umrida 100 ming so'mdan qimmatga sovg'a berganda nolib o'tirishim qaranglar. Xullas qizlar, sizlarda kaktus ham 1,5 million so'mga sotiladigan kun bilan tabriklayman. Bolalar, haligi muhimi sovg'ani qiymati emas, muhimi e'tibor degan so'zlar faqatgina haligi intervyu berilayotganda aytiladigan gap turkumiga kirishiga amin bo'ladigan kun bugun. Xullas, endi bir narsa qilasizlar-da endi. Men aybdorman endi. Yegandan keyin to'lash kerak. 14 da yeganlar hammasi to'lab bersin bugun bitta-bitta. Urushib ketishim yo'q.